Qisqacha burj vakillari, sizning kuchli tomoningiz nimadan iborat? Keling, shuni hozir ko'rib chiqamiz. Sizning kuchli tomoningiz, tayyor bo'lsangiz boshladik. Arkan Luna shuni aytadiki, siz juda hissiy, psixologik jihatdan nozik va hattoki yopiq insonlar toifasiga kirasiz. Siz o'zingizni biror bir qiladigan xatti-harakatingiz, o'sha qo'ygan rejangiz sari qiladigan qanaqadir xatti-harakatingiz, qo'yadigan qadamingizni avval yaxshilab o'ylab, rejalashtirib, hisob-kitobini qilib, za protiv shundaymi? O'sha hisob-kitoblarni qilgandan so'ng, o'sha keladigan o'sha boshlamoqchi bo'lgan ishingizni boshlaysiz. Siz sizda o'sha boshqalarga nisbatan intuitsiya juda kuchli rivojlangan. Siz intuitsiyaga ega shaxs bo'lganingizdan tashqari, tushlaringizda ham ba'zan qanaqadir bir sizlarga maslahatlar, podskaskalar o'sha noyob sizga ayon bo'lishi mumkin. Siz o'sha ichki holatingizga quloq sola oladigan insonlar toifasiga kirasiz. Juda qiziqarli va noyob shaxslardan hisoblanasiz. Shu bilan birga siz yaxshi psixolog ham bo'lishingiz mumkin. Odamlardan yopiq insonsiz, balki sizni o'sha yopiqligingiz ham, o'zingiz haqingizda juda ko'p ma'lumot bermaganingiz ham sizga o'sha kuchli tomonga, o'sha plus tarafga ham o'ynashi mumkin. Mana shunaqa turli holatlardan, o'shanaqa ishoralarga, mana shunaqa tushda ayon bo'ladigan, intuitsiya orqali ayon bo'ladigan ishoralarga ham e'tibor bera oladigan insonlardansiz.